Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Suyunov Bahodir Turdiyevich. Mana shu Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Filologiya fakultetining o'zbek tili va adabiyoti kafedra dotsenti. Navbatdagi mavzumizda o'zbek adabiy tili, turkiy tillar doirasidagi o'rni, o'zbek adabiy tilining boshqa tillar bilan munosabati, o'zbek adabiy tili va qadimgi turkiy til dialektlar haqida bo'ladi. O'zbek adabiy tili albatta turkiy tillarning rivojlangan ko'rinishi hisoblanadi. Turkiy tillarga 20 dan ziyod tillar mansub. Dunyoda eng qadimgi tillardan bittasi turkiy tillarimiz hisoblanadi. Turkiy til Hazrat Alisher Navoiy tomonidan ham arab tili, fors tili va turkiy tillari, hindu tillari haqida fikrlar yuritilgan va turkiy tilning buyukligi haqida, turkiy tilning o'ziga xos o'rni haqida Hazrat Navoiy alohida fikrlar bildirganlar. Muhokamatul lug'atayn asarlarida turkiy til bilan forsiy tilni qiyoslab tegishli xulosalar berganlar va so'z shakllari, so'zning ma'nolari, omonimlar, sinonimlar, antonimlar, paronimlar va hokazo hodisalarni o'sha 15-asrdayoq Hazrat Alisher Navoiy bizga ko'rsatib berganlar. O'zbek adabiy tilining o'sha bugungi kundagi rivojida mana G'ani Abdurahmonov kabi olimlarimiz, mana yoki bo'lmasa Shukurov, Rahmonov, Sanaqulov, Sodiqov kabi, Baxtiyor aka Abdushukurov kabi olimlarimizning hissalari katta. Nizomulla aka Mahmudov va hokazo. O'zbek tili O'rta Osiyodagi Qoraqalpoq, Turkman, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Volga bo'yi, Tatar, Boshqirt, Chuvash, Kavkaz xalqlari, Qo'moq, Qorachoy, Bolqor va boshqa ko'plab tillarni turkiy til o'ziga jamlab oladi. Turkiy tilning qadimi va buguni haqida juda ko'p manbalarimiz kerakli ma'lumotlar beradi. Qadimgi turkiy tilda qariyb 65 taga yetgan xalqlar soni ko'rsatilgan bo'lsa, bugungi kunda jahonda 30 dan ortiq o'z yozuviga ega bo'lgan turkiy xalqlar aniqlangan. Bu tillarda so'zlovchilar xalqlar asosan Osiyo, Yevropa, Amerika, Avstraliya va boshqa Turkiya davlatlarida istiqomat qiladi. Turkiy tillar oilasiga quyidagi tillar kiradi. Masalan, turk tili, Ozarbayjon tili, Gagauz tili, Qrim-tatar tili, Qorachoy tili, Qo'moq tili, Tatar tili, Boshqirt tili, O'zbek tili va yuqorida ta'kidlab o'tdik, 20 dan ziyod ana shu turkiy tillar oilasiga mansub tillarimiz bugungi kunda rivojlanib bormoqda. Har bir til oilasining boshqa til oilalaridan ajralib turuvchi xususiyatlari mavjud. Turkiy tillar oilasining ham xuddi shunday o'ziga xos xususiyatlari bor. Ular masalan turkiy tilning o'ziga xosligidan bittasi singarmonizm, tovushlarning moslashuv masalasi, so'z boshida undoshlarining ketma-ket kela olmasligi masalasi, bir bo'g'inga undoshlarining qator kelmasligi masalasi yoki qo'sh undosh bilan so'zlarning boshlanmasligi masalasi, gap bo'laklarining joylashuv tartibi. Undan keyin tilimizda o'ziga xos yana bir turkiy tildan xususiyati agglutinativ til hisoblanishi. Masalan, shaxs, son, jinsda turkiy tillarimizda moslashuv mavjud emasligi. Masalan, boshqa tillarda slavyan tillarini oladigan bo'lsak, rus tilini yoki bo'lmasa ingliz tilini, boshqa tillarda albatta jins, sonda moslashuv mavjud. Arab tilidan shunday. Lekin o'zbek tilida bizda bunaqa moslashuvlar mavjud emas. Faqatgina arab tilidan kirgan so'zlarimizda jinsni bildirib turadigan ayrim so'zlar uchraydi. Masalan, kotib, kotiba, shoir, shoira, muallim, muallima kabi. Lekin umuman bizda masalan fe'l bilan bog'liq harakatlarda, umuman fe'l shakllari bilan bog'liq, harakat bilan bog'liq so'zlarimizda ham ayollarga nisbatan ham erkaklarga nisbatan ham bir xil shakllar qo'llanadi. Bizda ichki moslashuv mavjud emas. Boshqa tillarda, masalan flektiv tillarda ularning o'ziga xos ichki fleksiyasi, ya'ni flektiv moslashuvlari, siniq holatlari mavjud. Bu o'zbek tiliga xos emas. Xo'p. Turkiy tillar leksikasining umumiy xususiyatlariga keladigan bo'lsak, masalan, ot-fe'l omonimligi ko'p holda uchraydi. Masalan, tut, yoz, to'y kabi omonimlik xususiyatlari, turkiy so'zlarga xos fonetik o'zgarishlar ko'rinib turadi. Masalan, yig'och, yig'ach, jil, yil, jilan, yilan kabi. Tana a'zolar nomlarida asosan turkiy qatlamlarga oid so'zlar uchraydi. Ko'z, quloq, til, bosh, qosh kabi. Ularning qadimgi shaklida a ko'proq tovush ko'proq uchraydi. Bosh, qosh bugunda o'ga o'tgan, bosh, qosh shaklida. Fe'llar turkiy
Masalan, so'zlarimiz masalan bil, ber, bir bo'g'inli qadimgi so'zlarimiz tol, pur, ayt kabi. Umuman professor Ayub G'ulom fikrlariga tayanadigan bo'lsak, dastlabki turkiy tillarimizdagi so'zlar bir bo'g'inli ko'proq so'zlardan iborat bo'lgan, keyinchalik ko'p bo'g'inli so'zlar vujudga kelgan deyiladi. Asosan fe'llarimiz bir bo'g'indan tek, tiz, til kabi shakllardan iborat bo'lgan degan fikrlar ilgari suriladi. Sonlar masalan 7, 5, olmoshlar, men, sen, siz kabi. Turkiy tillarda so'z tartibi quyidagicha bo'lgan: asos so'z, so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi, sintaktik shakl yasovchi va hokazo qo'shimchalar bilan yuzaga keladi. Masalan, elchi, larimiz kabi. Navbatdagi o'zbek adabiy tilida unlilar, masalan, qadimda ko'proq 9 ta, 7 ta shakllari bor. Bugungi kunda o'zbek adabiy tilimizda 6 ta unli mavjud. Hop, undoshlarimiz shunday, hozir turkiy tilda bular vokalizm, konsonantizm deyiladi. Bizda o'zbek adabiy tili normalariga muvofiq holda tovushlarga harflar tanlab olingan. Mana shu tovushlarimiz bizda demak o'ziga xos tovushlarni ifodalovchi harflarimiz bor. Harflar, har bitta harf bitta tovushga teng kelishi kerak aslida, lekin bugungi kun lotinga asoslangan yozuvimizda ayrim grafemalar mavjud, y yo u kabi, yoki bo'lmasa n tovushining qamrovi bu yerda shunday qaralganki, ayrim sh, ch kabi birikmali harflarimiz ham bor, birikmadan iborat va o'tish belgisi orqali ifodalovchi, diakritik belgi ifodalanuvchi konsonantizmlar ham bizda tilimizda mavjud. Yoki bo'lmasa Gagauz tilida mana Gagauz fonetikasida fonemalarning 18 ta ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Manbalarimizda turkiy tillarning aksariyatida unlilar 8 ta qilib berib ifodalangan. Hozirgi o'zbek adabiy tilida esa 6 ta fonema mavjud. O'zbek tilining undoshlar tizimi, u turkiy tillar undosh tovushlarining miqdori jihatdan deyarli farqlanmaydi. Turkiy tillar fonetikasiga bag'ishlangan adabiyotlarimizda undoshlar 20 tadan 30 tagacha bo'lgan miqdorda ko'rsatiladi. Sof turkiy so'zlar sonor tovush bilan boshlanmaydi. Bunday so'zlar boshqa tildan o'zlashgan yoki keyingi fonetik taraqqiyot natijasi deb hisoblanadi. Turkiy tillarning o'g'iz guruhi turkman, turk, ozarbayjon tillarida so'z boshida undoshlarning jarangsizlashuvi keng tarqalgan. Boshqa turkiy tillarda so'z boshida keladigan k, p, t kabi jarangsiz undoshlar o'rinda bu tillarda g, b, m, d jarangli undoshlari ko'p hollarda keladi. Masalan, ko'r, tog', tosh so'zlari Ozarbayjon tilida gav, dag', gat kabi shaklda keladi. Ayrim turkiy adabiy tillarimizda singarmonizm o'z kuchini yo'qotib borayotgani ko'zga tashlanadi. Agar 20-asr boshlarida tilda singarmonizmning buzilish holatlari 18-23% ni tashkil etsa, bu davr keyingi davrlarga nisbatan ko'proq foizni tashkil etishi manbalarimizda ko'rsatib o'tilgan. O'zlashgan so'zlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qardosh bo'lmagan tillardan, ya'ni boshqa til oilalaridan so'zlar ham o'zlashib borgan bizga. Juda ko'p so'zlar masalan Xitoy tilidan, arab tilidan, lotin tilidan, grek tilidan, yunon deymiz, yunon tilidan ham juda ko'p bizga so'zlar o'zlashgan, tojik tilidan. Shunga ko'ra hozirgi O'rta Osiyo, Qozog'iston, Sibir, hatto Yevropada yashagan qadimgi turkiylar So'g', Hind, Xitoy xalqlari bilan iqtisodiy, madaniy, diniy aloqalarda bo'lgan. Ana shu madaniy aloqalar tufayli bugungi kungacha tilimizda juda ko'p boshqa til elementlari o'zlashgan va ishlatilib kelinmoqda. Endi o'zlashgan qatlam haqida ma'lumot berib o'tamiz. O'zlashgan qatlam so'zlari, masalan, turkiy tillardagi o'zlashgan qatlam asosiy qismi arab, fors, tojik, rus tillaridan kirgan, rus tili orqali kirgan so'zlardan iborat. Arabcha so'zlar diniy terminlarda, turli soha, o'quv, ma'naviyat, ma'rifat sohalarida ko'proq ishlatiladi. Masalan, v, f, h harflari ishtirok etadigan so'zlar asosan arabcha hisoblanadi. Vazir, fikr, hosil kabi. Yoki bo'lmasa bilim bilan bog'liq kitob, maktab, muallim,
kabi so'zlarimiz hammasi arab tilidan kirib o'zlashgan. Keyinchalik tutib eshittirayotgan arab tiliga mansub ayrim so'zlarimiz aniq ko'rinib turadi. Ma'no, ra'no kabi, ta'limot, ta'lim kabi. Arabcha so'zlar siniq ko'plikka ega bo'lib, ya'ni ko'pligida masalan ko'plik hosil qiluvchi so'zlari ham bor. Masalan, xabar, axbor, ruh, arvoh, xulq, axloq, she'r, ash'or kabi hol ahvol kabi shakllarda uchraydi. Arab tili konsonant hisoblanib, arabchada so'zlar o'zakdoshlar leksema tarkibida undoshlar yordamida hosil qilinadi. Fikr, tafakkur, mutafakkir, kitob, maktab, kutubxona, maktub kabi. Turkiy tillardagi arabcha so'zlar: kitob, maktab, xalq, ma'ruf, shoir, ma'no, ilhom, san'at. Juda ko'plab so'zlarimiz, masalan, hikoya, maqol va boshqa misollarni biz arab tilidan kirgan so'zlarimizni ko'rsatishimiz mumkin. Endi boshqa, masalan, so'qcha o'zlashmalar ham bor. Masalan, nom kabi, hormuzda kabi, pa, ajun kabi so'zlarimiz bor. Bu qadimgi so'qcha, so'q tildan o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Tabg'ach, masalan, Xitoy nomi bu, yoki bo'lmasa baxshi, murabbiy kabi, burhan kabi so'zlarimiz, chang kabi so'zlarimiz mana ko'rsatib o'tilyapti. Lag'mon, manbar, ovqat nomlarida, taom nomlarida, mantu, choy, javon kabi. Zumrad, marmar, daftar, dirham, qandil, iqlim kabi o'zlashma so'zlarimiz ham mavjud. Mo'g'ulcha so'zlarning o'zlash omillari tadqiqotlarimizda qayd etiladi. Masalan, Rassadning fikricha, Chig'atoy va uning hukmdorligi davrida eski o'zbek tilida yuzaga kelgan so'zlar bor. Bunday so'zlarning 830 dan ortiq mo'g'ulcha so'z ishlatilishi aniqlangan. Eski o'zbek adabiyotida ishlatilgan mo'g'ulcha so'zlar shaxs otlari, qorovul, masalan, yasovul, chig'dovul, kuragon, dorug'a kabi so'zlarimiz misol bo'la oladi. Mo'g'ulcha so'zlarning 97% harbiy tilni tashkil etgan. Bul qo'shimchasi orqali, afiks orqali yasaladigan hiravul, iravul, bakavul, yasovul, chag'avul kabi va boshqa so'zlarni ko'rishimiz mumkin. O'zbek tojik tillari masalasi, o'zbek o'zbek ikki tilning muqoyasasi asosida Hazrat Navoiy ham o'zbek tojik tillaridagi so'zlar ma'nolarini alohida qiyoslab o'tganlar. Bizning tilimizga tojik tilida ham juda ko'p so'zlar o'zlashgan. Turkiy tilimizdagi fors tojikcha so'zlarga masalan osmon, bahor, baho, daraxt, gul, xona, gasht, bemor, xaridor, sirob, mehribon, jonajon, kamtar, kam, kaft, peshona kabi ko'plab so'zlarni biz fors tojik tilidan o'zlashganligini ko'ramiz. Chunki tojik tili ham bizga ma'lum ma'noda juda ko'p so'zlar bergan va o'zbek turkiy tili ham o'z o'rnida tojik tiliga ham albatta so'zlar bergan. Hazrat Navoiy lakunar birliklar tushunchasini ilgari surib, ya'ni bir tilda mavjud bo'ladigan so'zlar ikkinchi bir tilda mavjud bo'lmasligini ta'kidlab o'tadilar va turkiy tildagi ko'k so'zining juda ko'p ma'nolari fors tojik tilida mavjud emasligini ta'kidlab o'tganlar. Va endi savol topshiriqlarga kelamiz. Birinchi, turkiy tillarning o'zaro mushtarak jihatlari haqida gapirib bering. O'zbek adabiy tilining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsating. O'zbek adabiy tili rivoyatida boshqa oilaga mansub tillarning o'rni, turkiy tillarning boshqa tillarga ta'siri masalasi, qadimgi turkiy tilining manbalarini bayon qiling. Qadimgi turkiy til leksemalarining o'zbek adabiy tilida qo'llanishi haqida ma'lumot bering kabi topshiriqlarimizdan iborat. E'tibor uchun rahmat.